Hop, bugun sizlar bilan nimani o'tamiz ekan? Chekli va cheksiz o'nli kasrlar. Biz o'nli kasrni shundoq qilib hisoblaganmizki, o'nli kasr bo'lishi uchun nima qilish kerak deganman? O'nli kasrga bitta misol aytaylik. 0,128 0,133 shunaqa bo'lib ketaveradi, to'g'rimi? Endi biz chekli va cheksiz davriy o'nli kasrlarni bilib olishimiz kerak. Chekli kasr nima? Cheksiz kasr nima? Cheksiz o'nli kasr degani birinchisi kasr nima degani edi o'zi? Masalan 5 taqsim 10 bo'ladigan bo'lsa, bu degani nima degani edi xohlaringizlar? Bu to'g'ri kasr 5 ni nima qil degan edi? 10 ga bo'l degani, to'g'rimi? Kasr degani bo'l degani. 5 ni 10 ga bo'lsa necha bo'ladi? 5 ni 10 ga bo'lsa 2 bo'ladi. 0,5, ya'ni yarim bo'ladi, to'g'rimi? Yarim bo'ladi. Demak, buni qanday topdik? 5 ni 10 ga bo'lganimizda 5 yetmayapti. 0 berdim. Mana 0 berdim. 50 ni 10 ga bo'lsam nima bo'ldi? 5 bo'ldi. Yoki bo'lmasa 3 taqsim 4 bo'lyapti. 3 taqsim 4 ni nima qilaman ekan mana? 3 ni nechiga bo'laman? 4 ga bo'laman ekan. 3 ni 4 ga bo'lsam 0 yetmaydi, vergil qo'yaman. 30 ichida 4 talidan 7 ta bor. 7 kere 4 28. 2 tushadi. 2 yetami? Yo'q, endi 0 ni berib ketaveraman, to'g'rimi? 0 bo'lsa 75. Demak, 0,75. Demak, bu kasrlar nima bo'lyapti? 75 dan keyin nima bo'lyapti? To'xtayapti. Boshqa son kelami 5 kere 4 20. Qoldiq nima bo'lyapti? 0 bo'lyapti. Lekin qaranglar, 2 taqsim 3 kelyapti. 2 taqsim 3 keladigan bo'lsa qanaqa bo'ladi? Siz ham nima qilavering? Sizga ham tushunadigan siz ham qarab turing ustiga. 2 taqsim 3 bo'ladigan bo'lsa, demak bu degani 2 ni 3 ga bo'l deyapti menga. 2 ni 3 ga bo'lsam nima bo'lyapti? 2 yetmaydi, 0. 20 ni ichida 3 talidan 6 ta bor. 6 kere 3 18. 2 tushadi. 2 yetmaydi, 0 tushadi. 6 bo'ladi. 20 18 bo'ladi. 2 tushadi, 6 bo'ladi.